Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar, aziz kuzatuvchilar. Mana Do'stlik mahallasiga qarashli bo'lgan Fayzli ko'chasi, mana 27-uy tushadigan mana shu tomorqani video tasvirga olyapman. Ushbu tomorqa Hasanov Asqar Povur akamizga tegishli ekan. Mana shuning tomorqaning 10 sutuk yo 11 sutuk chiqar ekan, shuning 6 yo 7 sutukini sotar ekan Asqar akamiz. Narxlar kelishilgan holda ekan. Bu tomorqaga kelish yo'nalishi Obodon tarafdan mana shu To'yli buvamizning uyidan kirasizlarda, shunda ko'chadan kelaverib Fayzullo doktor buvaning va Yeshva qassob buvaning uyidan o'tasizlarda, keyin bunida Sarvar qassob bilan Dilmurod qassob akaning ko'chasidan ham uydan ham o'tib, mana shunda kirib kelasiz. Mana bu ko'rinib turgan uy 26-uy, mana bu tomorqa 24-uy tushadigan uy ekan. Keyin ikkinchi yo'nalishi bu molxona, naryoqda varatadan kirgandan keyin sal yurgandan keyin o'ng qo'lga molxonaga kirib, shunday molxonaning ichi bilan shunday aylanib kirib keladigan kelsa ham bo'lar ekan. Keyin bu tarafdan yangi uy-joylar bor. Yangi uy-joy mana To'ra Povur akamizning uyi, Yangiboy To'ra Povur akamizning uyi. Bitta yangi uy-joy tarafdan kelsa ham bo'ladi. Keyin bu yerda gaz zo'r ekan. Gaz bor, kran suv bor, ariq suv bor, samoxod, hamma sharoitlari bor ekan. Hasanov Asqar akamizning telefon nomerlarini qo'yamiz yozma ravishda. Akamiz bilan kelishib, qiziquvchilar bo'lsa, oluvlarlar bo'lsa, mana shu yerga kelishib olasizlar, nasib bo'lsa. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mana shu tomorqamiz mana shu bo'ladi.